Mayla tututamsa, qo'yib turatamsa. Bu Shunaqmi dashti. Manda nim bo'lganimda pek ruhsiz o'tirib ketsan. Ba'zi bir yiqinlaring adash. Jondan aziz ko'rganlaring qilganni bilmaydigan. Oshpaganga mush berdigan bo'lib ketibdi adash. Niyat qaradam. Hamon aqni qardaydi adash. Vaqtdan vaqt kelsa, do'stini pulga sotadi, ustisini qatidi. Bunda adamlik amal yo'q adash. Ba'zi yiqinlaring adash. Yiqin birodarlaring turib, qiz ayollaringga shalasini chachadi. Texi onasini dadisiga chaqadi. Qadamda bir xumsizlik qilish, nomatlik qilish deganlar ular uchun nafas olgandek ekan adash. Lekin adash bu dunyoda oq ko'ngil, yaxshi niyatlik, o'qigan, safoli qadamlar oz emas. Shundaq. Lekin bu dunyodagi odamlarning ikki turga qarshi bo'ladi adash. Biri yaxshi niyatlik, durust odam. Yana biri pastkash, nodurust odamlar. Baldırım. Sizler adamlarını türge arayman deb avarım. Tabiat dünyası da adamlarının türü hayvanınkinden köp. Sizler xalqni türge arayıp yürmey. En yaxşısı var bulan. Kanlarını kemisen avval danlay yaxşı adam bulanlar. Çünkü edep, ahlak, ademilik nime o'xshasin bu? Ha, etirga o'xshaydi, etirga. Chunki etirni avval odam o'ziga chachadi emasmi? Chachqandan keyin xushroq atrofni taraydi. Kitabilar. Ha. Ha, bu reliz kuvvet içimdeki bulan. İç bakın. En yaxşıya bulan. Oşuq gap, eşek bir şey. Xalqni bağlab düşünmanglar. Özünü bağlatıman deb avarım bo'lmanglar. İşning obdini durust yo'l demanglar. Durust yo'lda qanqa vaqtinglarda ishinglar o'ngga tortadi. Va suv qaranglar, tinch turib ketgan shunday go'zal ko'rinadi ko'zimga. Nem degan chiroy.